Ayol kishining badani qizliq turmusi bo'lmaydi. So'g'ib qolsa, yuzuma kasalchan bo'lib qoldi, uydagi o'mirlik hamrohining ko'ziga satmi ko'rinib qoldi. Endi bu ayol, qiz ayollarniki put-qo'li nima uchun isimaydi, nima uchun qachon qolsa muzdaydi degan chig'imizda birinchidan sirtqi tomoqlarni, oila tomog'ini oz yeb, sirtda oshxonalardagi tomoqlarni ko'p iste'mol qilib bilish. Muşu sebepten kan kuvvet azap ketip beden soğuk ketip. Onundan bilek rengli sularını köp içip biliş. Her xil uruqlatış mahsulotlarını talaşıp istemal qilib bilish. Onundan bilek aşı soğuk lampong deytimiz, rang pizza, nyango, malachar, xogo degan tamoqlarning miqdorini ko'p yeb bilish. Hem hozir ba'zi bir qizlarimiz hozir haroq chilimga dum tushdi. Kunda degidek haroq ichayotgan. Bu shunda ahvollarmi badanni zo'r darajada xaroblashtirib o'tib, badan ashunda kan kuvvetsiz bir xil ruhsiz holat shakllanib, badan put-qo'lni faqat isimaydigan holatni shakllantirib qo'ydi. Endi bu put-qo'l isimagan chig'ida qanday bo'ldi degan chig'imiz birinchidan ishtihos ozlab ketadi. Quvvatli tomoq yegisi kelmaydigan xos sovuq tabiatlik binasi ko'ngli tortib ketgan. Shu lampong, yani xogo degandek narsalar gildan o'tayotgan, kebab, polo, samso bunda tomoqlar qattiq yegisi kelmaydigan holat shakllanib qoldi. Shuning bilan ishtihosizlik kelib chiqadi. Ig'irlashganlarda shundan tuberkuloz kasalligiga tang nuqtalar bo'lib qolgan. Uningdan bilan yurakning qoni yetishmagandan keyin yuragi to'la chalang'urayotgan, sanjalab siqilayotgan, binasi cho'qilganda o'tgan, hozirab nafas qistayotgan, ozroq harakat qilib qo'yish holsizlik ahvolini keltirib qo'ydi. Badanga borgan qon quvvat bularmi tuxumdan, baliyat, börek qatorliq bunda a'zolarga borgan qon quvvatmi ozdab ketganligi sababidan baliyat tuxumdan muddatdan burun chekinib, hayot kuchi muddatdan burun chekinib, to'la choch tushayotgan, put-qo'li uvishib shiqrayotgan, oson mag'dus, oson holsizlik ahvolini keltirib qo'ydi. Shu sababdan uydagi erimizga o'mirlik hamrohimizga ko'ziga satkunab bo'lishining sababi shu. Shunga Muşunda alamet bo'lgan xonim qizlarimiz oldi bilan shu oshqozon, uchayninki hazm qilish xizmatini yuqori ko'tarayotgan dorilarni qo'shimcha iste'mol qilinglar. Uningdan bilan yurak, miyaga qon to'liqlayotgan, qon quvvat ato qiladigan, yurak miyaga xushlik yetkazayotgan tabobat dorilardan iste'mol qilib turinglar. Ondan asta-asta badanni kuchlantirayotgan dorilarni iste'mol qilsanglar, oilada tomoq yeyishga odatlansanglar, axlat tomoqlarning miqdorini ozalsanglar, ba'zan qizlarimiz mushu haroq, chilim qatorliq mushunda zaharli chekimliklardan yiroq tursanglar, badaninglar asosan qizib, o'zingning normal bo'lgan turmushinglar asosan asiga keladi.